Hanifizm Ibrohimning dinimi? Ba'zi musulmonlar shunday deyishadi. Ammo keling, masalani tahlil qilaylik. Haniflar bu 6-asrda yashagan kichik bir arab guruhi edi. Ularda muqaddas yozuv bo'lmagan, payg'ambarlik silsilasi bo'lmagan, ahd, zavit bo'lmagan. Ular shunchaki butlarni rad etib yagona Xudoni izlashgan. Ibrohim esa shunchaki monoteist emas edi. U payg'ambar edi. U Xudo bilan ahd tuzgan. U zurriyot haqidagi va'dani qabul qilgan va aynan shu zurriyot orqali Masih kelishi kerak edi. Muqaddas yozuv shunday deydi: Ibrohim mening kunimni ko'rdi va quvondi. Ibrohim iymonning markazi shunchaki yagona Xudoga ishonch emas, markaz Xudoning va'dasi va Masih edi. Shuning uchun xalifalik Ibrohimdan kelib chiqqani isbotlanmagan tarixiy diniy yo'nalish emas. Bu sof monoteizm obrazini qayta tiklashga bo'lgan urinishdir va savol ochiq qoladi: siz shunchaki bitta Xudoga ishonasizmi yoki siz Xudoga Ibrohim ishongandek uning va'dasi orqali ishonasizmi? Izohlarda yozing, obuna bo'ling va ulashing.